Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Sizlarni Kitob jamiyat qalbi loyihasi doirasida navbatdagi kitob bilan tanishtiramiz. Karimberdi To'ramurodning hayotiy hikoyalari va qissalari sizga yaxshi tanish. Gung qiz, sinfdoshlari yo'q odam, Xudoyorov yigitlari, Jiyda Guli, Mayda bezori qariya, Dilxiroj, Qadr kechasi, Adolat qo'shig'i, Muallimning noni qattiq kabi ko'plab kitoblari qalbingizga allaqachon yo'l topgan. Endi esa yozuvchining navbatdagi kitobi qo'lingizda. Bu safar u urush mavzusiga murojaat qiladi. Ikkinchi jahon urushi va Afg'on urushi qatnashchilari, shuningdek, ularning onalariga bag'ishlab yozilgan hikoyalar odamning yuragini larzaga soladigan darajada ta'sirchan. Urushning achchiq judoliklari, kutish azobi va insonning ichki iztiroblari aks etgan ushbu asarlar sizni befarq qoldirmasligiga ishonamiz.